Biz hovlimizni tunikafon qildik. Ketdik sizlarga ko'rsataman shuni. Ayvonimiz oldin ochiq edi, taxtalari, sinchlari ko'rinib turardi. Mana o'sha ustunlarigacha yopilib, hammasi 1.8 ta tunikafon bilan yopilib ketdi. Undan oldin polni akfalar qilgandik. Bular eskiroq edi. Takom endi jicha qoldi. Ham o'zgartiramiz. Yerda ko'cha taraflar polni akfalar bo'lib ketgan. Tunikafonimiz juda chiroyli chiqdi. Bunaqa lyustralari bilan. Bu ayajonim uylari. Bu yoqda bizniki. Bu tarafda dadamniki. Dadam xonasida ham konditsioner bor, yana dadasinikida yo'q ekan demanglar. Prosta dadamniki tashqarida turadi abagrafi. Ko'cha tarafimizda. Bu o'sha vanna tualetimiz. Hozir to'zib yotibdi, parvo qilmaysizlar. Bu darvozaxonani kiraverishi. Bitta ham tunikafon qildik. Bu ham chiroyli chiqdi. Xudoga shukr. Endi darvozani kraskalash kerak, chunki darvozani almashtiramiz, chunki bu baquvvat. Endi xudo xohlasa, mana yerlarda asfalt qilib borsak, inshaalloh hammasi bo'lib ketadi, asta-sekin. Kuxnyani ham shahardagi sharoitli qilamiz. U ham bo'ladi inshaalloh. Shu bilan shahar sharoiti bor. Biz 17 yil Farg'onada yashaganimiz uchun shunaqa orqada qolib ketdik. Bo'lmasam davno hamma sharoitlarda allaqachon qilib bo'lardik. Lekin Allohga shukr, hozir ham yomon emas. Musig'im? Bu meni mishig'im. Voch. Hozir bitta tarvuzchamiz bor, o'syapti. Bu hozir sayohatda. Bunaqa tovuqimiz bor. U 6 ta bola ochib chiqqan, qop-qora. Bu o'sha gapga tushunadigan internetda zvezdasi, o'sha itimiz Rocky. Kiringga. Bor oqa. Gapga tushunadigan it. Voy, charchab ketdi. Mana yana qora tovuqlarimiz bor. Haligi jo'jalar, shularning bolalari prosta nariga ochib chiqqan, xolos narga tovuq. Lekin mana shu qora tovuqdi. Polaponlari. Bo'ldi, chiqib ketyapman.